Bo'lmasa och qolib ketasiz. Ko'chada qolib ketasiz. Shu videoni saqlab qo'ying, chunki sizga hozir ikkita tekin maslahat beraman. Bir kun Madridga kelganingizda, albatta, mana shu Royal Palace binosiga keling. Chunki bu juda ham tarixiy bino va G'arbiy Yevropadagi eng katta binolardan, ya'ni qasrlardan bittasi. Naqd 3400 ta xonasi bor. Ikkinchi tekin maslahatim, kelasiz Madridga. O'shanda albatta Ipak yo'li bankini imkoniyatlar viza kartasini olib oling. Bo'lmasa och qolib ketasiz, ko'chada qolib ketasiz, avtobussiz qolib ketasiz, taksisiz va metrosiz qolib ketasiz. Xullas, birinchi maslahat bilmayman-u, ikkinchi maslahat sizga 100% kerak o'rtoq. Xo'pmi? Yo saqlab qo'ying, yo bu kimga yuborib qo'ying. Davay, gaplashamiz. Aytgancha esdan chiqibdi. Bu kartadan foydalanasiz-ku, bu sizga cashback qaytaradi. Va o'sha qaytgan cashbackga uyga borgandan keyin korzinkadanmi, makrodanmi, etdan xullas ro'zg'or qilib olasiz. Tuzukmi? Charchamanglar.